Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga 23 avgustdan boshlab xalq uchun juda muhim bo'lgan o'zgarishlar haqida tushunarli qilib aytib beraman. Bu gap faqat tadbirkorlar, faqat pensionerlar yoki faqat haydovchilarga emas. Deyarli har bir oilaga tegishli. Agar sizda bank kartasi bo'lsa, kommunal to'lov qilayotgan bo'lsangiz, kredit olgan bo'lsangiz, subsidiya, nafaqa, aliment, jarima, soliq yoki davlat xizmatlari bilan ishingiz bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Men bugun sizga vahima qilish uchun emas, tayyor bo'lish uchun gapiryapman. Chunki eng katta muammo o'zgarishning o'zida emas, odamlar undan bexabar qolishida. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Avval qanday edi? Ko'pchilik masalalarda odam o'zi borib ariza topshirardi. O'zi hujjat yig'ardi, o'zi navbat kutardi. Masalan, biror nafaqa yoki yordam puli kerak bo'lsa, mahallaga borardi, keyin bankka borardi, keyin yana boshqa idoraga borardi. Qarzdorlik bo'lsa ham ko'pincha odam buni kech bilardi. Jarima chiqqanini bilmay yurardi. Kommunal qarz yig'ilib qolardi. Kredit bo'yicha kechikish bo'lsa, keyin birdaniga katta summa bo'lib chiqardi. Endi asosiy o'zgarish shundaki, davlat xizmatlari, bank tizimi, kommunal tashkilotlar, soliq va ijro tizimlari tobora ko'proq elektron tekshiruvga o'tmoqda. Ya'ni siz biror xizmatga murojaat qilganingizda, tizim avtomatik ravishda sizning qarzdorligingizni, hujjatlaringiz holatini, daromadingizni, mulkingizni, ro'yxatdan o'tgan manzilingizni, ayrim hollarda oilaviy holatingizni ham tekshirishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Endi keyin bilib olarman. Hali vaqt bor. Qarzim kichkina edi degan yondashuv xavfli bo'lib qoladi. 23 avgustdan keyin eng muhim masala shuki, odamlar o'z hujjatlarini, qarzlarini va rasmiy ma'lumotlarni tartibga keltirib qo'yish kerak. Chunki ko'p jarayonlar insonning qo'lda tekshirishi bilan emas, elektron bazalar orqali amalga oshadi. Elektron baza esa tushuntirishni eshitmaydi. Unda qarz bor deb chiqsa, tizim sizni qarzdor deb ko'radi. Manzil eskicha qolgan bo'lsa, xabarnoma eski manzilga ketishi mumkin. Telefon raqam boshqa odam nomida bo'lsa, muhim SMS sizga kelmasligi mumkin. Mana shu oddiy tuyulgan narsalar keyin katta muammoga aylanadi. Asosiy qism bin nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda bank kartasi ishlatadigan odamlar e'tiborli bo'lishi kerak. Bugun ko'pchilikning oyligi, pensiyasi, nafaqasi, alimenti, stipendiyasi, ijara puli yoki savdo tushumi bank kartasiga tushadi. Agar sizda muddati o'tgan kredit, ijro qarori, aliment qarzi, soliq qarzi yoki jarima bo'lsa, ayrim holatlarda kartangizdagi mablag' bo'yicha cheklovlar paydo bo'lishi mumkin. Men bu yerda hamma odamning kartasi avtomatik o'piladi demayapman. Lekin qarzdorlik bor odamlar oldindan tekshirish kerak. Masalan, bir kishi 2 million so'm iste'mol krediti olgan. Har oy 300 ming so'mdan to'lashi kerak. U 2 oy to'lamay yurdi. Oldin bank telefon qilib eslatardi, keyin xat yuborardi. Odam esa keyingi oy yopaman deb yurardi. Endi esa kechikish kredit tarixiga tushadi. Kredit tarixi buziladi. Keyingi safar yana kredit olmoqchi bo'lsa, bank rad javobi berishi mumkin. Bundan tashqari, qarzdorlik sud yoki ijro tartibiga o'tib ketsa, masala yanada jiddiylashadi. Shuning uchun kredit olgan odam birinchi bo'lib o'zining to'lov jadvalini tekshirsin. Ikkinchi toifa. Kommunal to'lov qiladigan har bir xonadon, elektr, gaz, suv, chiqindi, issiqlik bo'yicha qarzdorlikni ko'pchilik kichik masala deb o'ylaydi. 3 ming qarzim bor ekan, 7 ming ekan, keyin to'layman. Hisoblagich noto'g'ri ko'rsatgan bo'lsa kerak deyshadi. Lekin elektron tizimda 30 ming ham qarz, 300 ming ham qarz. Agar sizda subsidiya, yordam puli yoki boshqa davlat xizmatiga murojaat bo'lsa, ayrim holatlarda kommunal holat, ro'yxatdagi manzil va boshqa ma'lumotlar tekshirilishi mumkin. Bu yerda eng katta xato, odam o'zi yashamaydigan uyda ro'yxatda turadi, lekin qarz o'sha manzilda yig'iladi. Keyin biror xizmatga murojaat qilganda muammo chiqadi. Masalan, farzand Toshkentda ishlaydi, lekin viloyatdagi ota uyda ro'yxatda turadi. Uyda gaz qarzi bor, elektr hisoblagichda tafovut bor. Farzand o'z nomiga biror davlat xizmatini rasmiylashtirmoqchi bo'lsa, bazada manzil, uy xo'jaligi yoki qarzdorlik bilan bog'liq savollar chiqishi mumkin. Shuning uchun har bir odam men qayerda ro'yxatda turibman, o'sha manzilda qanday majburiyatlar bor degan savolga javob topish kerak. Uchinchi toifa ijtimoiy yordam. Nafaqa, moddiy yordam, bola puli, subsidiya olishni istayotgan oilalar. Bu yo'nalishda eng katta o'zgarish shuki, endi ko'p ma'lumotlar elektron bazadan olinadi.
oilaning daromadi, mol mulki, avtomobili, rasmiy ish joyi, bankdagi ayrim tushumlari, ro'yxatdagi oila a'zolari bo'yicha ma'lumotlar solishtiriladi. Avval kimdir mahallaga borib holatini tushuntirardi. Mahalla ham qo'shnilardan so'rab, oilani tanib qaror qilardi. Hozir esa insoniy omil kamayib, elektron baholash kuchaymoqda. Bu yaxshi tomoni bilan adolatni oshiradi. Haqiqatan yordamga muhtoj oila yordam olishi kerak. Lekin salbiy tomoni ham bor. Ma'lumotlar ba'zida noto'g'ri bo'lsa, muhtoj odam ham rad javobi olishi mumkin. Masalan, ayol yolg'iz farzand boqadi. Lekin eski nikoh hujjati bo'yicha turmush o'rtog'i hali ro'yxatda ko'rinadi. Yoki uyda yashamaydigan qarindosh ro'yxatdan chiqmagan. Uning rasmiy daromadi oilaning umumiy daromadiga qo'shilib ketishi mumkin. Natijada tizim bu oila muhtoj emas deb baholaydi. Aslida esa pul uyga kelmayapti. Mana shu joyda odamlar hujjatlarni tartibga keltirishi shart. 4-toifa. Haydovchilar jarimalarni vaqtida tekshirish kerak. Ko'pchilik radar jarimasini, to'xtash qoidasi buzilishini yoki boshqa ma'muriy jarimani bilmay yuradi. Keyin mashinani sotmoqchi bo'lganda, texnik ko'rikdan o'tmoqchi bo'lganda yoki boshqa hujjat ishida jarima chiqib qoladi. Agar jarima o'z vaqtida to'lansa, ayrim hollarda chegirma bo'lishi mumkin, lekin muddati o'tib ketsa, aksincha muammo kattalashadi. Shuning uchun haydovchi haftasiga kamida bir marta jarimalarini onlayn tekshirib tursin. 5-toifa aliment masalasida ishi bor oilalar. Aliment oluvchi ham, aliment to'lovchi ham hujjatni rasmiy yuritishi kerak. Og'zaki kelishuv bilan har oy naqd beraman deyish keyin nizoga olib keladi. Masalan, ota har oy 1 million so'mdan berib yurgan, lekin chek yo'q, bank o'tkazmasi yo'q, yozma tasdiq yo'q. Keyin nizo chiqsa, u pullarni isbotlash qiyin bo'ladi. Aliment oluvchi ayol ham pullar muntazam tushmayotgan bo'lsa, buni vaqtida ijro organlariga ma'lum qilish kerak. Chunki qarz yig'ilib ketgandan keyin uni undirish ham murakkablashadi. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar sizda barcha hujjatlar tartibda bo'lsa, qarzdorlik bo'lmasa, telefon raqamingiz o'z nomingizda bo'lsa, ro'yxatdagi manzilingiz to'g'ri bo'lsa, kreditlaringiz vaqtida to'lanayotgan bo'lsa, jarimalaringiz yopilgan bo'lsa, katta xavotirga o'rin yo'q. Lekin xotirjamlik beparvolik degani emas. Hamma odam kamida bir marta o'z ma'lumotlarini tekshirib chiqishi kerak. Asosiy qism 2 istisnolar. Yashirin nozik jihatlar va odamlar ko'p qiladigan xatolar eng birinchi nozik jihat. Qarzning summasi kichik bo'lsa ham uning huquqiy oqibati katta bo'lishi mumkin. Odamlar atigi 25 ming so'm jarima ekan, atigi katta ming kommunal qarz ekan deb e'tibor bermaydi. Lekin muammo summada emas, uning bozorda qarzdorlik sifatida turishida. Ba'zan katta ming so'm qarz berov hujjatni rasmiylashtirishda. Hisob kitobda yoki arizada ortiqcha savol tug'diradi. Ikkinchi nozik jihat, to'lov qilganingiz darhol bazada ko'rinmasligi mumkin. Masalan, siz kommunal to'lovni kechqurun mobil ilova orqali qildingiz. Pul kartangizdan yechildi. Chek ham bor. Lekin xizmat ko'rsatuvchi tashkilot bazasida yangilanish ertasi kuni yoki bir necha soatdan keyin ko'rinishi mumkin. Shuning uchun muhim ish oldidan to'lovni oxirgi daqiqaga qoldirmang. Agar ertaga hujjat topshirishingiz kerak bo'lsa, bugun kechqurun emas, kamida 2-3 kun oldin qarzlarni yopib qo'ying. 3-nozik jihat telefon raqam. Juda ko'p odamlar bank kartasini boshqa odamning telefon raqamiga ulagan. Yoki sim karta otasining, onasining, turmush o'rtog'ining nomida, keyin SMS ogohlantirish, kod xabarnoma boshqa odamga boradi. Ayniqsa keksa ota-onalar farzandining raqamiga bog'lab qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu qulay tuyuladi. Lekin moliyaviy xavfsizlik nuqtai nazaridan xavfli. Har bir odam o'z bank kartasi, davlat xizmatlari kabineti va shaxsiy arizalarida o'zining amaldagi telefon raqamini ko'rsatishi kerak. 4-nozik jihat. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari. Kimdir familiyasini o'zgartirgan, kimdir yangi ID karta olgan, kimdir nikohdan keyin hujjatni almashtirgan. Lekin bankda eski ma'lumot, kommunalda eski ma'lumot. Biror shartnomada boshqa ma'lumot qolgan bo'lishi mumkin. Elektron tizimlar ma'lumotni solishtirganda tafovut chiqsa, ariza to'xtab qolishi mumkin. Shuning uchun yangi hujjat olganingizdan keyin bank, ish joyi, kommunal shartnomalar, soliq va boshqa tegishli joylarda ma'lumot yangilanganini tekshiring. 5-nozik jihat. Mening nomimda hech narsa yo'q degan fikr. Ba'zan odam o'zi bilmagan holda kafil bo'lib qolgan bo'ladi. Eski kredit shartnomasida ismi turadi. Eski avtomobil sotilgan, lekin rasmiy o'tkazilmagan yoki uy-joy hujjatida ulushi bor. Masalan, mashinani ishonchnoma bilan berib yuborgan odam bor. Yangi egasi jarima qiladi,
soliq yoki boshqa majburiyatlar paydo bo'ladi, lekin hujjatda mashina eski egasining nomida. Keyin muammo kimga keladi? Albatta rasmiy egasiga. Shuning uchun mulkni sotganda faqat pulni olib, kalitni berish yetarli emas, hujjatni ham rasmiy o'tkazish kerak. 6-nozik jihat. Ijtimoiy yordamda real hayot bilan elektron baza mos kelmasligi. Masalan, oilada 5 kishi yashaydi. Lekin ro'yxatda 8 kishi turadi. Yoki aksincha, yordamga muhtoj odam shu uyda yashaydi, lekin ro'yxatda boshqa manzilda. Bunday holatda tizim noto'g'ri xulosa chiqarishi mumkin. Shuning uchun mahalla kadastr, BXDYO, migratsiya va boshqa idoralardagi ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. 7-nozik jihat firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Har safar xalq orasida katta o'zgarishlar haqida gap tarqasa, firibgarlar faollashadi. Kartangiz blok bo'lmasligi uchun kodni ayting. Qarzingizni o'chirib beramiz, subsidiya chiqarib beramiz. Jarimani bazadan yo'q qilamiz deganlar ko'payadi. Hech qachon SMS kodini aytmang, karta raqami, amal qilish muddati va CVV kodini begona odamga bermang. Davlat idorasi yoki bank kodini sizdan maxfiy kod so'ramaydi. Agar kimdir kod so'rasa, bilingki bu firibgar bo'lish ehtimoli juda katta. Endi men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, qarzdorliklarni tekshiring. Bank kreditlari bo'yicha mobil ilovaga kiring. To'lov jadvalini ko'ring. Muddati o'tgan summa bormi yo'qmi aniqlang. Agar kechikish bo'lsa, bankka qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Menda shunday holat bor. To'lovni qayta jadval qilish mumkinmi? Penga qancha, qaysi sanagacha to'lashim kerak? deb yozma yoki rasmiy javob oling. Ikkinchi qadam, kommunal to'lovlarni tekshiring. Elektr, gaz, suv, chiqindi va boshqa xizmatlar bo'yicha shaxsiy hisob raqamlaringizni aniqlang. Agar uy sizniki bo'lmasa ham, siz o'sha manzilda ro'yxatda tursangiz, holatni bilib qo'ying. To'lov qilgandan keyin chekni saqlang. Mobil ilovadan to'lagan bo'lsangiz, elektron chekni telefoningizda yoki bulutli xotirada saqlab qo'ying. Muhim nizoda chek sizning asosiy dalilingiz bo'ladi. 3-qadam, jarimalarni tekshiring. Haydovchi bo'lsangiz, avtomobil raqami orqali jarimalarni ko'ring. Agar mashinani sotgan bo'lsangiz, lekin haligacha sizning nomingizda tursa, darhol yangi egasi bilan bog'laning va rasmiylashtiring. Ishonchnoma bilan yurish vaqtinchalik yechim, lekin mulk egasi sifatida mas'uliyat baribir sizda qolishi mumkin. 4-qadam, shaxsiy ma'lumotlarni yangilang. ID karta, pasport, telefon raqam, yashash manzili, nikoh holati. Farzandlar tug'ilganligi haqidagi hujjatlar to'g'riligini tekshiring. Agar familiya almashgan bo'lsa, bankka borib ma'lumotni yangilang. Agar telefon raqam o'zgargan bo'lsa, bank ilovasida, davlat xizmatlari profilida va boshqa muhim tizimlarda yangi raqamni kiriting. 5-qadam, ijtimoiy yordam olmoqchi bo'lganlar hujjatlarni oldindan tayyorlasin. Sizga odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, daromad haqida ma'lumot, ro'yxatda turish bo'yicha ma'lumot, bank karta rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. Har bir hududda va har bir yordam turida talab farq qilishi mumkin. Shuning uchun mahallangizga yoki davlat xizmatlari markaziga borib, aynan sizning holatingiz bo'yicha ro'yxatni so'rang. 6-qadam. Ariza yozishda aniq va to'liq yozing. Yordam kerak deb umumiy yozmang. Masalan, men falon manzilda yashayman. Oilamda 4 nafar voyaga yetmagan farzand bor, rasmiy daromadim falon so'm, turmush o'rtog'im bilan ajrashganman. Aliment muntazam tushmayapti. Kommunal xarajatlarim oyiga falon so'm deb aniq yozing. Hujjat bo'lsa nusxasini ilova qiling. Og'zaki gap boshqa, hujjat bilan tasdiqlangan gap boshqa. 7-qadam, rad javob olsangiz, darhol taslim bo'lmang. Avval rad etish sababi nima ekanini aniqlang. Daromad yuqori ko'rsatilganmi? Ro'yxatda ortiqcha odam bormi? Mulk bor deb chiqmayaptimi? Sababni bilmasdan turib, qayta ariza berish foydasiz. Sababni toping, xatoni tuzating, keyin qayta murojaat qiling. Agar siz haqsiz deb hisoblasangiz, yuqori tashkilotga yoki qonuniy tartibda shikoyat qilish huquqingiz bor. 8-qadam, hech qachon norasmiy yo'l qidirmang. Tanish orqali hal qilamiz. Pul bersangiz chiqarib beramiz, bazani tozalab beramiz degan gaplar oxiri yana sizga muammo bo'lib qaytadi. Bugun tizimlar elektronlashgani sari har bir iz qoladi. Qonuniy yo'l sekinroq tuyulishi mumkin, lekin xavfsiz yo'l shu. 9-qadam, oilangizdagi keksalar va texnikadan yaxshi foydalanmaydigan odamlarga yordam bering. Ko'p pensionerlar SMS'ni o'qimaydi, bank ilovasiga kirmaydi. Davlat xizmatlari nimaligini bilmaydi. Ularning kartasi, telefon raqami, kommunal qarzi, pensiya tushumi, nafaqa hujjatlari tartibda ekanini birga tekshirib bering.
Chunki firibgarlar eng ko'p aynan keksalarni aldashga urinadi. 10-qadam. Barcha muhim hujjatlarning nusxasini saqlang. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjatlari, sud qarorlari, aliment bo'yicha ijro hujjatlari, kredit shartnomalari. To'lov cheklarini alohida papkaga joylang. Telefoningizda ham suratga olib saqlang. Lekin maxfiy ma'lumotlarni begonalarga yubormang. Hujjat tartibli bo'lsa, idorama-idora yugurish ancha kamayadi. Demak, 23 avgustdan keyingi asosiy talab bitta: beparvo bo'lmaslik. Bank kartasi, kredit, kommunal qarz, jarima, aliment, subsidiya, nafaqa, ro'yxatdagi manzil va shaxsiy hujjatlar bo'yicha hammasini oldindan tekshirib chiqing. Muammo chiqishini kutmang. Chunki muammo chiqqandan keyin uni hal qilishga ko'proq vaqt, ko'proq pul va ko'proq asab ketadi. Men sizlarga ekspert sifatida eng muhim maslahatni aytaman. Har bir oilada kamida bitta odam barcha hujjatlar va to'lovlar bo'yicha mas'ul bo'lsin. Oyiga bir marta tekshirib qo'ysa, katta muammolarning oldi olinadi. Sizningcha bunday elektron tartiblar xalq uchun qulaylikmi yoki qo'shimcha qiyinchilikmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Oldinda yana juda muhim yangiliklarni oddiy tilda tushuntirib beraman.